Xo'p, bunda demak bu videomizda qanday qilib bola profilini foydalanishni ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib chap tepa burchakda Salom Ravshanbek degan bu yoqda shu yerdagi rasm ustiga bossangiz sizda profilingiz ma'lumotlari ochiladi. Bu yoqda o'sha ma'lumotlaringizni o'zgartirishingiz yoki promo kod olib do'stlaringizni taklif qilishingiz bo'ladi yoki coinlaringizni tarixlari ko'rinib turadi bu yoqda. Yoki mukofot olsangiz, masalan, ota-onadan yoki platformadan sovg'alar olsangiz, mana shu yerda ko'rinib turadi. Undan tashqari qo'llab-quvvatlash bor, ustiga bossangiz, Idecoin'ni adminiga yo'naltirilasiz va qanaqa savol bo'lsa, o'sha yerda yozsangiz bo'ladi. Platforma tillari bor, ruscha, inglizcha, o'zbekcha. Mavzu tanlasangiz bo'ladi mana. Undan keyin kirganingizda parol qo'ysangiz, to'g'ridan-to'g'ri kirib ketmaydi. Parol orqali kirsangiz bo'ladi. Bu ham bir xavfsizlik turi. Endi bu yoqda birinchi kun deb yozib qo'yibdi tepada. Buni bossangiz, har kuni kirganingizga sizga coin beradi. Masalan, bugun 5 coin bergan bo'lsa, ertaga ikkinchi kunda 10 coin beradi. Uchinchi kun 15 coin. Mana shunday qilib siz platformadan coinlaringizni ham ko'paytirib borsangiz bo'ladi. Platforma coinlar nima uchun kerak desangiz, biz keyinchalik platforma coinlarga ham sovg'alar qo'yishimiz mumkin. Shunda kerak bo'ladi. Endi pastroq tushiramiz. Bu yoqda faol vazifalar degan. Hali ota-onani ulamaganimiz uchun bu yoqda vazifalar yo'q. Endi pastdagi tugmalarga e'tibor beramiz. Bu yoqda vazifalar bor. Birinchisi bu ota-ona vazifalari. Agar ota-onangizdan vazifa kelsa, mana shu yerda ko'rinadi. Bu jarayonda, bu tasdiqlangan, bu esa rad etilgan vazifalarni ko'rib tursangiz bo'ladi. Keyingisi kunlik bonus, bu boyaga aytganim va uchinchisi platforma vazifalari. Siz bu yoqda nafaqat boyagi coinlar, balkim bundan ham ko'proq coinlarga ega bo'lishingiz mumkin. Ya'ni 10 ta do'stingiz taklif qilsangiz, Telegramga obuna bo'lsangiz kanalimizga, ota-onadan sovg'alar olsangiz, misol uchun aytaylik 10 ta do'stingiz taklif qilishni bitta bosib boshlashni bossangiz, bu tekshiradida vazifa to'liq bajarilmagan. Qachonki bajarilgan bo'lsa, shunda coin qo'shilib qoladi. Endi pastda o'sha do'stlar, bu yoqda taklif qilgan do'stlaringiz ko'rinadi. Mukofotlar deyilganda bu yoqda ota-ona tomonidan yoki platforma tomonidan qo'yilgan sovg'alarni ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari o'yinlar bor. Birinchisi bu sehrli raqam. Ya'ni kompyuter bitta son o'ylaydi. Siz o'sha o'ylagan sonini 3 ta urinishda topishingiz kerak. Misol uchun mana 1 dan 15 gacha son o'ylarimni toping deb aytibdi. Aytaylik, men birinchisiga 9 kiritdim. Xato ekan. Endi siz ayting. 7 raqami topsiz, yaxshi. Topganingiz uchun demak sizga 50 coin qo'shildi mana. Mana platformadan 50 coin oldik. Endi testlar bor bu yoqda. Testlarga ham bosganingizda testlar bo'yicha birinchi matematika bor ekan. Matematika bo'yicha bu yoqda testlar ko'rsatilyapti mana. ABCda qaysi to'g'ri bo'lsa, xato bo'lsa o'shalarni sizga ko'rsatib turadi mana. Shu bo'yicha demak ketaverasiz o'sha savollar va javoblar bilan. Demak, chiqish tugmalarini bosyapman. Endi web o'yinlar bor. Web o'yinga bossangiz, sizga web o'yin ochiladi. Bu yerda ham bir qancha o'yinlar bor va o'sha o'yinlarni ham o'ynab, o'z bilimlaringizni sinab olsangiz bo'ladi mana. Aytaylik, mana kira jadvali, formulalar, mental arifmetika va boshqa mana o'yinlar. Aytaylik, shashkani ustiga bossangiz, mana shashka o'yinlari. Bot bilan o'ynash deyilgan. Mana o'ynaganingizda bot ham yuradi. Shu orqali ham o'ynab bilib olsangiz bo'ladi mana. Demak, mana shunaqa ko'rinishlar bormi? Xo'p, bundan ham chiqamiz. Endi bundan keyingi videoda ota-ona vazifasini qanday qilib bajarishni ko'rsataman. Lekin bajarishdan oldin ota-ona profilda qanday qilib vazifalar qo'yish ko'rsatiladi. Undan keyin shu profilda qanday qilib bajarilganini ko'rsatib o'tamiz. Agar sizda bundan tashqari boshqa savollarim bo'layotgan bo'lsa, mana shu videoni izohiga yozib qoldiring yoki Telegram kanalimiz izohlariga qoldirsangiz, o'sha bo'yicha ham bitta video qo'llanma ishlab chiqamiz.